Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar. Bugungi brifing davomida Adliya vazirligi tomonidan 2025-yilning 1-choragida, xususan kontrafaksiz oyligi doirasida amalga oshirilgan ishlar haqida to'xtalib o'tamiz. Prezidentning intellektual mulk obyektlarini muhofaza qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan har yili respublika bo'ylab kontrafaksiz oyligini o'tkazish belgilangan. Oylikning asosiy maqsadi aholi o'rtasida intellektual mulk huquqiga rioya qilish bo'yicha huquqiy madaniyatni yuksaltirish va kontrafaktga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish. Bunda huquqsizliklarni oldini olish, shuningdek intellektual mulk huquqi buzilishi holatlari bo'yicha javobgarlik masalalarini ko'rib chiqish hisoblanadi. Xususan, adliya va soliq organlari tomonidan o'zaro hamkorlikda respublikamizdagi qirbitta yirik savdo majmualari va bozorlarda biz kontrafaktga qarshimiz shiori ostida bannerlar joylashtirildi va joylardagi radio uzillar orqali kontrafakt mahsulotlar uchun belgilangan javobgarlik haqida audio materiallar aholiga yetkazildi. Yosh avlodning intellektual mulkka hurmat hissini kuchaytirish hamda ilm ahli o'rtasida plagiat va ko'chirmachilikni oldini olish uchun 8 ta oliy va o'rta ta'lim muassasalarida intellektual mulk himoyasi va kontrafakt mahsulotlarga qarshi kurashish mavzusida seminar va davra suhbatlari tashkil etildi. Oylik davomida bozorlar, yirik savdo majmualari, dorixonalar va alkogol mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlariga kontrafakt mahsulotlar realizatsiyasini oldini olishga qaratilgan 2000 dona kontrafakt mahsulotlari katalogi tarqatildi. Ta'kidlash kerak, Adliya vazirligi tomonidan yil boshidan huquqbuzarlik sodir etgan tadbirkorlik subyektlariga nisbatan 229 ta huquqbuzarlikni bartaraf etish bo'yicha taqdimnoma kiritilib, 1000 ga yaqin kontrafakt mahsulotlar va kontrafakt nusxalar realizatsiyasi to'xtatildi. Oylik davomida esa 102 ta taqdimnoma kiritilib, 400 ta kontrafakt mahsulotlar realizatsiyasi to'xtatildi. 41 ta jismoniy shaxsga ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha bayonnomalar rasmiylashtirilib, sudlar tomonidan huquqbuzarlarga 56 million so'm ma'muriy jarima jazosi tayinlangan. Oylik davomida bu ko'rsatkich 20 dan tashkil etgan. Shuningdek, 80 ta ta'sir chorasi qo'llanilib, 200 dan ortiq intellektual mulk obyektlari huquqlari himoya qilindi. Bundan tashqari, oylik davomida bojxona organlari bilan hamkorlikda Samarqand tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postida xorijdan olib kelingan alkogolsiz ichimliklar bojxona ko'rigidan o'tkazilganda qiymati 62 million so'mlik 6240 dona maxsus idishlarga joylashtirilgan kontrafakt alkogolsiz ichimliklar aniqlangan va ularni mamlakat hududiga olib kirish oldi olingan. Adliya vazirligi va sohadagi mas'ul vazirlik hamda idoralar tomonidan kontrafaktga qarshi kurashish bo'yicha ishlar davom ettirilmoqda. Adliya vazirligi o'z navbatda ishlab chiqaruvchi tadbirkorlik subyektlariga o'zgalarning tovar belgilaridan ruxsatsiz foydalanmaslik, aksincha o'z brendlarini yaratishni tavsiya etadi va bunda vazirlik talabgorlarga amaliy yordam berishga doim tayyorligini ma'lum qiladi. Sotuvchilarga esa mahsulotlarni asl rasmiy dilerlardan xarid qilishni tavsiya etadi. Sababi kontrafakt nafaqat huquq egasining manfaatlariga ta'sir ko'rsatadi, balki inson sog'lig'i va hayotiga ham salbiy ta'sir etishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.